Aslov agar sizda qoningizda antistreptolizin O yuqori chiqsa, обычно O'zbekistonda revmafaktor deyilganda revmatoidный faktor, S-reaktiv oqsil va aslov topshirilar ekan va bu analizlar qondagi aslov normada 200 bo'lsa, sizda 400 chiqsa, buni lecheniya qilishligimiz noto'g'ri bo'ladi. Chunki aslov bu sizni kletkalaringiz, sizni immuniy kletkani, immuniy sistemani hujayralari bo'ladi va bu kletkalar sizni birinchi marta 5, 6, 7, 10 yoshligingizda angina bo'lgan paytingizda ishlab chiqarilgan sizni soldatlaringiz, bu sizni защитный soldatlaringiz. Va agar bu analizingiz sizda 400 chiqsa, bu analizni tushirish maqsadida bitsilin, gormonal preparat yoki billition olinmaydi. Bu immuniy kletkani hujayralariga ta'sir qila olmaymiz. Agar ta'sir qilishni bilganimizda birinchi infeksiyani lecheniya qilgan bo'lardik. Shuning uchun aslovni lecheniya qilmanglar, pridratsiya qilmanglar. Undan ko'ra, agar sizda tomog'ingizda og'riq bo'lsa, tomoqni lecheniya qiling. Sustavlarda og'riq bo'lsa, ana o'sha nimaga bog'liqligini biling. Вот такое, что masalan 40 yoshli odamda reaktivный artrit на фоне хронического танзилита degan narsa, bu narsa umuman bo'lishligi kerak emas O'zbekistonda. Shuning uchun, уважаемые врачи, да, уважайте себя, o'zingizlarni hurmat qilinglar, уважаемые пациенты, просто так aslovni tushirish maqsadida har xil dori-darmonlarni ichmanglar.